Assalomu alaykum, Xatirchi Begomiz guruhi a'zolari, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, Begomiz biznesga qiziqib yurgan tadbirkor aka-ukalarimiz. Bugun biz videomizda nimaga aynan Begomiz biznesi degan savolga javob berib o'tamiz. Videomizni oxirigacha kuzatib, Begomiz biznesga qiziqib yurgan tadbirkor aka-ukalarimizga jo'natib qo'yamiz. Nimaga aynan Begomiz biznesi? Birinchidan, Begomizga talab juda yuqori. Dehqonchilik, issiqxona, ko'chatchilik rivojlanayotgan paytda hozirgi tadbirkor aka-ukalarimiz kimyoviy o'g'itlardan voz kechib, organik o'g'itlarga o'tishyapti. Eng kuchli organik o'g'it bu Begomiz hisoblanadi. Xo'p, ikkinchidan tabiiy ishlab chiqarish. Begomiz oddiy go'ngni Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchangi qayta ishlab chiqarish orqali hosil bo'ladi. Natijada tuproq unumdorligi oshadi, o'simlik tez o'sadi, hosil ko'payadi. Shuning uchun fermerlarimiz ko'proq organik o'g'it Begomizni sotib olyapti. Assalomu alaykum, Xatirchi Begomiz guruhi a'zolari, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Begomiz biznesiga qiziqib yurgan tadbirkor aka-ukalarimiz, bugun sanamiz 8-mart. Kanalimiz kuzatuvchilari hamda butun ayollarimizni 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayramini tabriklaymiz. Bugun Kaliforniya qizil yomg'ir bilan biznes bilan shug'ullanuvchi hamkorlarimiz soni yana bir kishiga oshdi azizlar. Buxorolik tog'amizga, Buxoro viloyati Olot tumaniga 1 kvadrat zichligi a'lo darajada bo'lgan Kaliforniya qizil yomg'ir cho'chinarini jo'natib o'ryapmiz. Do'stlar, kimlarga Kaliforniya qizil yomg'ir cho'china yoki sifatli Begomizga kerak bo'lsa, pastdagi telefon raqamini aloqaga chiqib ko'rasizlar. Hozirgi cho'china zichiklarini bir so'rab ko'rsatib o'taman. Tog'amiz o'zi avvaldan ham Kaliforniya qizil yomg'ir cho'chinalari hamda Begomiz bilan shug'ullanardilar. Hozir yana bizdan Kaliforniya qizil yomg'ir cho'chinarini xarid qilyaptilar. Videomizga like bosib, Begomiz biznesga shug'ullanmoqchi bo'lgan do'stlarimizni jo'natib qo'yamiz. Kaliforniya qizil yomg'ir cho'chinalarni yuklab jo'natib o'ryapmiz. Cho'china zichliklarini a'lo darajada qilib, o'zlar xohlagan bioreaktordan sol jo'natib o'ryapmiz. Do'stlar, mana shunday kimlarga Kaliforniya qizil yomg'ir cho'chinalari kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Mana do'stlar, kimlarga mana shunday zichlikdagi Kaliforniya qizil yomg'ir cho'chinalari kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Bu yoqda bioreaktorlarimiz, bu yoqda zagotovka nurlarimiz.